o'rtoqlar, sizlar bilan birgalikda, demak, elektrosetda avariya bo'lsa, chirog'i o'chmaydigan xonadonni elektr ta'minot tizimini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu joyda chiroyli qilib kichkinagina maket qilib qo'yishgan. Bu yerda bizada demak, invertorlarimizning akkumulyatorlari va akkumulyatordan chiqayotgan energiyamiz mana bu joyda invertorga kiryapti. Bu invertorimizga demak solnechniy panel ulashimiz mumkin bo'ladi. Bu invertor bilan birgalikda mana yoniga shitini maketini qilib qo'yishgan. Sho'tchiklarimiz turibdi va bu yerda mana e'tibor bersanglar, rasmini chizib qo'ygan. Ya'ni davlatdan keladigan tokimiz mana shu joyga kiradi va bu bilan kombinatsiya bo'lib ishlaydi. Va ketiga mana demak elektromobilimiz uchun zaryadka va xonadonimizda ishlatiladigan maishiy texnikalar, rozetka, konditsionerimizni qilib qo'yishgan. Bu joyda bizani tushunchaga ega bo'lishimiz uchun demak mana shunaqa boya aytib o'tganimizdek, chiroq o'chmaydigan xonadonimizni tizimi qanaqa bo'lishligini ko'rsatib qo'yishgan. Boshqaruv panellarigacha bu joyda maketlarni qo'yib qo'yishibdi. Demak, kelajakda mana shunaqa narsalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi qurilish qilayotganimizda.